Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla. Fly eSIM kompaniyasining asoschilaridan biriman. Keling, yana bitta savolga javob berib o'tsam. eSIM sotib oldim, aktivatsiya qildim. Menda eSIM ishlamayapti, internet ishlamayapti. Nima qilishim kerak? Keling, avval shu savolga javob berishimdan oldin, nima uchun bunaqa holatlar bo'lishini aytib o'tsam. Birinchi navbatda sizda internet yo'qadigan joyingizda, ya'ni sotuv danida siz o'zingizning internetingizda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Siz o'shani yangi sotib olgan eSIMga o'tkazishingiz kerak. Ikkinchidan, sizda roaming yo'qilmagan bo'lishi mumkin. Juda ko'p mijozlarimiz aktivatsiya qilgandan keyin eSIMni ichiga o'tib, roaming qismini yoqmaydi. Buni oldingi videolarimizda ham tushuntirib o'tganmiz. Roaming yo'qilmasa eSIM ishlamaydi. Bu ikkinchi sababi sizda eSIM ishlamayotganligini. Uchinchisi, siz noto'g'ri aktivatsiya qilgan bo'lishingiz mumkin nastroykani. Qanaqa qilib to'g'ri aktivatsiya qilaman degan savollarda aynan shu YouTube kanalimizning o'zida Samsung, iPhone, Xiaomi telefonlariga qanaqa qilib sotib olish va aktivatsiya qilish mumkin bo'lgan videolarni o'tib ko'rsangiz, aynan o'zingizning telefoningiz markasiga mosini. O'sha orqali ketma-ketlikda to'g'ri bajargan bo'lsangiz, demak sizda eSIM ishlashi kerak. Yoki-da agarda siz mana shu nastroykalarni xato qilgan bo'lsangiz, sizda eSIMda internet bo'lmasligi mumkin. Bu uchinchisi. To'rtinchisi, sizda internet ishlab turuvdi va birdan ishlamay qoldi. Nima muammo bo'lganini bilmayapsiz. Siz bunaqa holatda internetingizni tekshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni saytimizga o'tib turib, My eSIM qismida o'zingiz sotib olgan paketingizni internet trafikini ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun 10 gigabaytli internet olgan bo'lsangiz, siz deylik o'sha 10 gigabayt ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Sizda internet trafik tugagan, shuni hisobida internet ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Siz qo'shimcha tarzda internetni sotib olishingiz kerak yoki qo'shtirib olishingiz kerak shu paketga saytimiz orqali yoki-da yangi paket sotib olib turib, o'shani qaytadan aktivatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda eSIMni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Yoki-da bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. Fly eSIM zamonaviy sayohatchilar tanlovi.